Agar siz reyestrga tushib qolgan bo'lsangiz, undan bepul chiqmoqchi bo'lsangiz, hozir men sizlarga qanaqa qilib bepul MVDga murojaat yozishni o'rgataman. Bu yerda MVDning ofitsial saytiga kirib olamiz. mvd.ru ga. Bu yerdan обращение в MVD degan bo'limiga kirib, ko'ryapsizlarmi? Загрузить fayl deb chiqib keladi. Загрузить faylni bossalaringiz kamera yoki dokument chiqib keladi. U yerda hamma hujjatlaringizni rasmga olib bo'lgan bo'lsangiz oldindan dokument tanlab yoki yangi suratga olmoqchi bo'lsangiz kamerani tanlab, hamma sizdagi bor mavjud hujjatlarni, ya'ni o'sha MVD talab qilayotgan daktiloskopiya, migratsioniy karta, DMS polisi, ixtiyoriy tibbiy sug'urta, patent, mehnat shartnomasi, OI давление topshirilgan bo'lsa, agar fiziki bo'lmasa, o'sha mehnat shartnomasi. Mana masalan rasmga tortdingiz, rasmga tortganingizdan keyin загрузить fayl deb har bittasini bittalab rasmga tortib, загрузить fayl qilib joylashingiz kerak. Endi pastga tushsangiz, bu yerda pozunok turadi. Shu pozunok ko'ryapsizmi? Shu yerda 1066 bo'lsa, shu tanlab shu 1066 qilib belgilab qo'yasiz. To'g'rilab qo'yasiz siz robot emasligingizni isbotlash uchun. Ana undan keyin pastda o'sha отправить обращение tugmasini bosib, undan keyin bu yerda punktni tanlash kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha qaysi biriga jo'natish kerakligi haqida. Endi bu yerda sizlar pochta kiritib qo'ygansizlar-ku, javobi qaysi pochtaga kelishligi haqida. Pastga tushsalaringiz, bu yerda qizil yonib turadi, o'chib turadi. O'sha yerda bitta bosib qo'ysaringiz o'chadi, u qizil yonib turgan. Elektron pochtalaringiz aktual bo'lishi kerak. O'tga keyin javob keladi va bu yerdan tasdiqlash uchun ham bir marta xabar keladi. Mana elektron pochtangizga shu yerga kirib galichkani bosganingizdan keyin siz elektron pochtangizga mana shunga o'xshagan kod keladi. Shu kodni skopirovat qilib yoki olib turib, o'sha yerga подтвердить qilishingiz kerak. Ya'ni siz ekanligingizni tasdiqlash uchun. Galichkani yoqib, bu yerda отправить tugmasini bosib qo'ysa, shu MVDga sizning hujjatlaringiz hammasi joyida ekanligini tasdiqlovchi sizdagi o'sha isbot suratlar boshqa ketdi. Odatda bu rasmiy murojaatga yozilgandan keyin hammaga ham keladi, aniq javob restoran chiqarilasiz deb ayta olmayman-ku, lekin MVD insofli politsiya bo'linmasi bo'ladigan bo'lsa, ko'rib chiqib javob qaytaradi. Bir xil holatlarda e'tiborsiz qoldirayotgan holatlari ham ko'ryapmiz juda ko'p. Nima qilamiz endi? Yoki mutaxassisga murojaat qilib rasmiy murojaatda go'stingiz orqali rasmiy yubortirishingiz yoki bepul bo'lgan mana shu sposobdan foydalanib ko'rishingiz mumkin. O'ylayman, sizlarga kerakli bo'ldi. Foydalaninglar.